Assalomu alaykum dehqon akalar, mana ko'rishlaring mumkin. 3 gektarlik beda kontrimizga kelganmiz. Bedamiz avjsiz edi. Suvdan birinchi suvini ichgandi, lekin avji past edi. Shunga bizdan ozuqa so'rashdi. Gektarga 1 litrdan Bigus, 1 litrdan Mobifos ozuqamizni berdik. Beda o'rilganiga o'roqqa bir 25 kuncha bo'lib qoldi. O'rilganiga mana ko'rishlaring mumkin. Oldi gul ko'rsatishni boshlagan. Bedaning yerdan balandligi hozir ko'ramiz. Bismillah. Mana bedamizning shu kungacha holati. Mana bedaning kattaligi 1 qarich, 2 qarich, 3 qarich, 4 qarich. Oldi 85-91 metrga barobar holatga kelgan. Beda endi gul ko'rsatyapti. Bu hali yana 10 kundan keyin o'roq beriladi. 10 kungacha yana o'zini tiklab oladi. Buni shira ko'rinib qolgan ekan. Bedani ichida shira talab bedamiz to'xtab qolgan ekan. Bu gektarga 250 grammdan entas bilan mahsulotimizni berganmiz shirasiga. Mana ko'rishlaring mumkin, shiradan asar ham qolmagan. Zo'r holatga olib kelib qo'ygan. Kimga shunaqa sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hamma mahsulotlar o'zimizda bor. Bu bedani urug'ini ham o'zimiz berganmiz. Bu Belinsoy navli bedamiz. Bundan bir 2 yilcha oldin o'zimizdan olgan. Bu bahorgi beda bo'lgan. Bahorda ekkandi. Mana 2 yil o'tib mana shu holatda, Xudoga shukr, baraka topyapti fermer ham. Zo'r nav ekan, mana ko'rasizlar. Tuplashlari, ildiz sistemasi baquvvat, umuman kasallik yo'q. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.